Transport infratuzilmasi bugun iqtisodiyot rivojining kafolatlaridan biri. Temir yo'l esa uning haqiqiy ma'nodagi lokomotivlaridan desak mubolag'a bo'lmaydi. So'nggi yillarda mamlakatimizda temir yo'l infratuzilmasini rivojlantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Bunda tumanlargacha bo'lgan darajada e'tibor berilmoqda. Natijada yangidan yangi ish o'rinlari, daromadlar va eng muhimi odamlar uchun qulayliklar ortyapti. Urgut tumani bu borada birgina misol. Urgut azaldan ko'hna karvon yo'lining muhim maskani, savdo-sotiq va hunarmandchilik ravnaq topgan hudud sanaladi. Aynan ushbu zaminga ilk bor yo'lovchi poyezdining kirib kelishi urgutliklar xotirasida uzoq yillar muhrlanib qoladigan voqeaga aylandi. Ma'lumki, hududda transport infratuzilmasini yaxshilash, yo'lovchi va yuk tashish imkoniyatlarini kengaytirish vaqt talabi edi. Shu maqsadda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan Samarqand-Urgut yo'nalishi bo'ylab 55 kilometrlik yangi temir yo'l tarmog'i qisqa muddatda qurib bitkazildi. Prezidentimizning yaqinda Samarqand viloyatiga tashrifi chog'ida mazkur yo'nalish rasman ishga tushirildi. Davlatimiz rahbari shuningdek viloyat faollari bilan birga Samarqanddan Urgutga ilk bor poyezdda borib, tuman tarixida yangi sahifa ochdi. Bizde Urgutimizning xalqi juda ko'p yillardan buyon shu yo'nalishda orziqib yurgandi. Chunki xalqimiz tadbirkor, uzoq yaqinlardan yuk olib kelish kerak. Bu mahsulotlarni olib kelish temir yo'l bizga juda zarur edi. Xudoga shukrki, prezidentimizning rahnamoliklarida bizga shu narsani yetkazdi. Prezidentimiz o'zlari bosh bo'lib kelib, bizning xalqimizni duosini olib mana shu yo'lni ochilishi bilan kelib ketdilar. Bizda yanada hali Urgutimizga ko'p yana yangiliklar bo'lishini aytib, bizlarni juda katta xursand qildilar. Bizlar prezidentimizga katta rahmat aytamiz, chunki bu inson xalqning dardini biladigan, xalqni o'sha nimaga ehtiyoji borligini o'zlari sezadigan bir xususiyatlari bor. Mana Xudoga shukrki, mana poyezimiz keldi. Endi biz birinchi yo'lovchi bo'lib chiqamiz. Men aytamanki, xalqimiz bundan barhamon bo'lsin. Muhtaram yurtboshimiz Urgut xalqini yaxshi ko'radilar. Har bir kelganlarida bizga bir sovg'a bilan keladi. O'zlari kelmaydi. Sovg'a bilan keladilar. Ilohim mana shu yaxshiliklari, fidoyiliklari bardavom bo'lsin. Xudoning o'zi shu kuchga kuch-quvvat ato qilsin. Boshimizga sog' bo'lsinlar. Bizning xalqimiz ham mana shu duolari ijobat bo'lib, yaxshiliklarga boy bo'lsin. Nasib bo'lsa mana yurtboshimiz Urgut shahrini barpo qilish bo'yicha juda katta ish bu. Chunki Urgutimizda 600 mingdan ziyod aholi yashasa, shaharga ehtiyoj mavjud. Xalq ko'p, yerimiz kam. Mana shu shahar qurib beramiz dedilar. Biz bunga juda ham xursandmiz. Bu ham bizga orzu edi. Ilohim baraka topsinlar. Bizlarda niyatlarimiz ijobat bo'laversin, prezidentimiz amon bo'lsinlar. Urgut vokzali yangi yo'nalishning asosiy bog'lovchi nuqtalaridan biri sifatida ahamiyatli. Vokzal infratuzilmasi, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish tizimi va harakatni to'g'ri tashkil etish zamonaviy talablarga mos ravishda yaratilgan. Mamlakatimizga tashrif buyuradigan sayyohlar va mahalliy aholi uchun qulayliklar e'tibor markazida. Yo'lovchilar uchun barcha zarur sharoitlar mavjud. Samarqanddan Urgutga va Urgutdan Samarqandga yo'lovchi poyezdlari kuniga 2 marta qatnaydi. Chiptalar vokzallarda ham onlayn tarzda ham xarid qilinadi. Temir yo'l liniyasi 55 kilometr elektrlashtiriladi. Bundan keyin qo'shimcha poyezdlarimiz qo'yiladi. Samarqand Urgut liniyasida ikkita vokzal qurildi. Jartepa va Urgut vokzallari. Bu elektr poyezdimiz bir kunda 2 marta yuriladi. Samarqand Urgut, Urgut Samarqand. Bu hammasi xalqimizning yaratilgan sharoitlardan biri deb hisoblayman. Bundan keyin ham biz bundan ham yaxshi poyezdlarimizni, bundan ham yaxshi elektrlashtirilgan poyezdlarimizni olib kelib, xalq xizmatida nasib bo'lsa qo'yib beramiz. Kelgusida shu Urgut tumanida yuk tashish poyezdlarimiz qurilishi rejalashtirilgan. Urgut tumanida temir yo'l qurilishi bilan birga
yo'llariga bir qator tirbandliklarni ham oldi olinadi. Bu borada hozirgi kunda Jartepa tomonidan o'tib keladigan o'sha yo'lovchilar uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Ya'ni bir kunda Jartepa tomonidan umumiy hisob-kitoblarga qaraganda 3600-4000 ga yaqin fuqaro o'tadi. 2000 ga yaqin fuqarolarga mana shu temir yo'l orqali bemalol yo'lovchi tashish borasida xizmat ko'rsatiladi. Bu temir yo'l ishga tushishi bilan, ya'ni o'sha yuk tashish logistikaga ham juda katta e'tibor qaratiladi. O'sha Urgut tumanidan, ya'ni Tojikiston chegarasidan keladigan yuklar to'g'ridan-to'g'ri mana shu temir yo'l orqali o'sha Samarqand shahriga yetkaziladi. Buning natijasida o'sha yo'llarda yuk mashinalarining, ya'ni yuk mashinalarining tirbandliklarni sodir qilishini oldi olinadi. Ya'ni o'sha yo'lning chidamliligi darajasi oshadi. Bundan tashqari mana shu ekologik toza muhitga ham sharoit yaratiladi. Va hozirgi kunda mana shu yo'lovchilarimizning o'z vaqtida, sifatli va belgilangan vaqtlarda yetib borish uchun xizmat qiladi. Urgut Samarqand viloyatining eng yirik tumanlaridan biri. Bugungi kunda bu yerda taxminan 600 ming aholi istiqomat qiladi. Shu kunga qadar Urgutni Samarqand shahri bilan faqat avtomobil va avtobus yo'nalishlari bog'lab turgan. Yangi uchastka temir yo'l loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan bosh reja asosida qurildi. Zamonaviy muhandislik yechimlari va standartlar hisobga olingan holda barpo etilgan ushbu temir yo'l Jonboy tumanidagi Man zavodi yaqinidan boshlanib, 4P238 avtomobil yo'lini kesib o'tadi. Zarafshon daryosi bo'ylab Urgut tumaniga bog'lanadi. Zarafshon daryosi bo'ylab o'tganda so'nggi 9 oydagi temir yo'lchilar va quruvchilar mehnatining samarasi seziladi. Bu nafaqat bugun urgutliklarni, tayloqliklarni, balki butun samarqandliklarni, qolaversa bizga qo'shni bo'lgan mana Tojikiston Respublikasini Panjakent shahrini aholisini juda ham bir quvonchli, uzoq kutgan, orziqqan bir nima deydi, ijtimoiy holati deb hisoblasam bo'ladi. Bugun biz ham hammamiz mana xursandchilikni birgalikda baham ko'ryapmiz. Inson hayotida taraqqiyotga kunma-kun erishib borar ekan, o'sha insonni taraqqiyoti bevosita tadbirkorlik bilan ham bog'liq bo'ladi. Tadbirkorlar esa bu albatta davlatni boy qilishga o'zini hissasini qo'shgan, ishsizlikni kamaytirgan, ta'minlagan yoki aholini ijtimoiy holatini, iqtisodiy holatini yaxshilashga ko'makchi bo'ladigan bir toifada. Endi bugun tadbirkorlarni har taraflama qo'llab-quvvatlash deganda ularga infratuzilmani, sharoitni yaratib berish ham bu asosiy omillardan biri hisoblanadi. Endi Samarqand Urgut yo'nalishidagi 55 kilometrlik masofadagi temir yo'l nafaqat aholini masalan uzog'ini yaqin qilish bilan bir qatorda ana shu yerda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun katta qulay imkoniyat hisoblanadi. Bilasiz, prezidentimiz har safar qaysi viloyatga, qayerga borsalar, o'zlari bilan o'sha joydagi muammolarni o'rganib, o'sha hududni talab ehtiyojlaridan kelib chiqib, bagaj bilan keladilar. Juda katta tadbirkorlarga, umuman shu viloyatimizning infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan juda katta loyihalarni taqdim etdilar. Endi bugun hammamiz mana shu loyihalarni amalga oshirish jarayonida faol ishtirok etishimiz kerakda. Ana shunday narsalardan biri mana shu temir yo'l qurildi. Endi shu temir yo'l bo'ylab logistik markazlarni qurish ham nazarda tutildida. Bu albatta shu tadbirkorlarning mahsulotini eksport, umuman chetga olib chiqishga, olib kelishga juda ham bir katta qulay imkoniyat. Bugun zamon talablaridan, xalqni talablaridan, sayyohlarning talablaridan kelib chiqadigan holda infratuzilmaga ichki holatlarni yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Albatta baribir poyezd bu juda ham yaxshi transport vositasi. Ayniqsa bir manzildan ikkinchi manzilga borayotganingizda ham endi xavfsizlik birinchi tomondan, mana bu hozir yo'llardagi tirbandlikni qarang, avtobuslarda ham ko'proq mana taksilarda ham yurishga odam ba'zan qiynalib ketadi-da. Lekin poyezdda bemalol, xotirjam, agar yoningda bir yo'ldosh bo'lsa, agar suhbatlashib, mana shunday ketsangiz ham manzilga yetib borganingizni bilmay qolasizda. Shuning uchun bu albatta bugun O'zbekiston taraqqiyotini bir ko'rinishi deb bilaman. Yurtimizning iqtisodiy salohiyati yildan-yilga, kundan-kunga ko'tarilsin va albatta mana shu yaxshi niyatlar bilan tashkil etilgan ishlar o'zini natijasini tezroq, samarasini tezroq ko'rsatsin deb qolaman-da.
Buyurtmachi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bo'lib, loyihaga ko'ra 55,4 kilometrlik Samarqand-Urgut uchastkasida 1955 kub metr tuproq ko'tarma ishlari bajarildi. Jami 101 dona metall suv o'tkazish quvurlari o'rnatildi. 58,3 kilometrlik temir yo'l izlari yotqizildi. Jartepa va Urgut vokzallari binolari ham to'liq tayyor. Zarafshon daryosi bo'yida to'g'on barpo etildi. Jartepa stansiyasida yuk tushirish, ortish shoxobcha temir yo'liga 833 metr iz yotqizildi. Hozirda qurilish montaj ishlari davom etmoqda. Yo'nalish Samarqand, Jomboy, Pastdarg'om, Toyloq va Urgut aholisi uchun xavfsiz va zamonaviy transport xizmatini taqdim etadi. Ichki turizm rivojiga ham katta turtki beradi. Ma'lumki, Urgut Samarqand viloyatining eng katta aholi jihatidan ham aholisi ko'p hududlardan biri hisoblanadi. Tog'li rayon. Lekin mana shu Urgutga borib kelish bir qancha noqulayliklardan iborat. Faqat avtomobil orqali borish imkoniyati bor edi. Mana hurmatli prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan Urgut shahriga yangi poyezd qo'yildi. Bizga nihoyatda mana shu yo'lovchilar uchun, aholimiz uchun bu ancha qulayliklar tug'diradi. Mana hammamiz guvohi bo'ldikki, prezidentimiz Samarqand viloyatiga tashrifi davomida shu Urgutga ilk yo'lovchi sifatida o'zlari borib, mana shu marshrutni yo'lga tushirib berdilar. Urgut shahrini tomosha qilishga, o'zgarishlarni ko'rishga yo'l olmoqdamiz. Nihoyatda mana tabiat go'zal, zavqlanib, tabiatdan dam olgan holda, charchamasdan, albatta bu nihoyatda qulay va bu imkoniyatlardan mamnunmiz. Urgut vokzaliga yaqin hududlarda avtovokzal, milliy usuldagi choyxona, ekobozor, ko'p qavatli turar joy binolari, xususiy maktab va bolalar bog'chalari qurish rejalashtirilmoqda. Temir yo'l infratuzilmasi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, ushbu loyiha Urgut erkin iqtisodiy zonasi salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Yangi yo'nalishning ishga tushirilishi natijasida 130 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Urgutda logistik to'siqlar bartaraf etilib, yuk tashish tezlashadi. Mahsulotlar bozorga arzonroq va vaqtida yetkaziladi. Investorlar uchun qulayliklar ortib, hududning raqobatbardoshligi oshadi. Urgut tumani Tojikiston bilan chegaradosh, savdo-sotiq ko'lami yildan yilga ortib bormoqda. Bugungi kunda Jartepa bojxona postidan 4000 ga yaqin aholi o'tib qaytadi. Poyezdda Samarqandga kelish ancha qulay va xavfsiz. Bu yo'nalish Panjakent va Dushanbega keluvchilar uchun ham qulayliklar yaratadi. Xizmat safari yuzasidan ushbu tumanga tez-tez kelishga to'g'ri kelardi. Birinchidan yo'llarning biroz noqulayligi, o'zingizni biroz ancha bir charchab borasizda deylik o'sha tumanga. Lekin mana qarangki, mana yangi yo'lga qo'yilgan poyezd tarmog'ida hech qanday qiyinchiliksiz xuddi bir yaxshi bir kayfiyat bilan borish mumkin. Qolaversa bu yerda o'sha o'rindiqlarning qulayligidan tortib kengligi, o'sha vagonlarning kengligi, hatto poyezdda ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, yo'nalishga qarab ketmasa biroz behuzur his qiladi. Bu yerda shunday hatto sharoitlar bor ekanki, bemalol o'rindiqlarni ham teskari qilib, o'sha yo'nalishga qarab moslab qo'yish mumkin ekan. Mana shu qulayliklari juda ham yoqdi to'g'risi. Qo'shni Tojikiston ham keyingi yillarda yaxshi bilamiz, mustahkam iqtisodiy, ijtimoiy bir aloqalar yuzaga keldi. Mana aynan tibbiyotda o'zida minglab tojikistonliklar deylik Samarqand tibbiyotidan foydalanyapti. Bu juda katta yutuq deb o'ylayman va aynan shu yo'lovchilar uchun ham bu poyezd juda qulay bo'ladi. Har tomonlama, nafaqat Urgut, hatto bu o'sha aytish mumkinki bir davlatlararo bir hamkorlik uchun ham bir yaxshi xizmat qiladigan bir transport yo'nalishi bo'ldi. Bu to'g'risi juda katta faxr. Birinchidan hudud obod bo'lyapti, ikkinchidan bir zamonaviy kelyapti. Bu odamlarga bir ijobiy ta'sir qiladi va turmush farovonligini oshirishiga, qolaversa mustahkam bir aloqalarni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Yangi temir yo'l tarmog'i 2 juft shaharlararo yo'lovchi poyezdlari va 9 juft yuk poyezdlari qatnovini tashkil etish imkoniyatini yaratdi. Qatnovlar yo'lga qo'yilishi natijasida yiliga 359 ming yo'lovchi va 8,2 million tonna yuk tashish imkoniyati yaratiladi. Yangi temir yo'l qurilishi va logistika infratuzilmasining kengayishi Urgut tumanida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirib, yuk tashish xarajatlarini qisqartiradi. Bu mahsulotlarni bozorga arzon va tez yetkazish, investorlar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda hududning raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, yaratilayotgan yangi imkoniyatlar aholining turmush darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Infratuzilma rivojlangan hududda ish o'rinlari ko'payadi, xizmatlar sifati yaxshilanadi va tadbirkorlar faollashadi.
Davlatimiz rahbarining har bir tashriflarida juda ko'p yangiliklar bo'ladi. Urgutda barpo etilgan temir yo'l loyihasi ham xuddi mana shunday o'tgan uchrashuvlarning birida urgutliklar tomonidan taklif sifatida o'rtaga tashlangan. O'shanda davlatimiz rahbari shu narsani yozib olib, e'tiborga olib, biz albatta qilamiz deb va'da berdilar va ana shu katta loyiha bugun dunyo yuzini ko'rdi. Endi Urgutdagi temir yo'l, bilasizmi, mana Urgutdek savdo, ishlab chiqarish sanoati shiddat bilan rivojlanib borayotgan hududga muhim bir logistik bir yo'nalish bo'ldi, bir katta bir qon tomiri bo'ldi. Ya'ni bu nafaqat bugun aholini uzog'ini yaqin qiladigan bir yangi yo'nalish, balkim kerak bo'lsa, o'sha Urgutdagi ishlab chiqarishni nafaqat respublikamiz, balkim xorij mamlakatlar bilan bog'lashga xizmat ko'rsatuvchi juda muhim bo'g'in bo'ldi va shak shubhasiz bu Urgutdagi savdo va ishlab chiqarishni yangi bosqichga chiqarishga o'zini hissasini qo'shmay qolmaydi. Bu bir tomondan, ikkinchi tomondan mana yaxshi bilamiz, Urgut bu qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan ham chegaradosh va bu bizning mana yaqin qo'shnimiz bilan ham aloqalarimizni mustahkamlashga kerak bo'lsa, qo'shnilarimizni ham mana shu temir yo'ldan foydalanishlariga bir yangi debocha bo'ldi. Ma'lumki, shu yil Urgut tumanida bir qator xalqaro miqyosda turistik tadbirlarning o'tkazilgani haqida xabaringiz bor. Xalqaro paraplan musobaqalari va turizm qishloqlarida qator tadbirlar o'tkazildi. Shuningdek, tumanda 11 ta mahalla turizm qishlog'iga aylantirilib, Qoratepa suv omborida suv sporti turizmi rivojlantirilishi, Chorchinorda dor yo'li qurilishi rejalashtirilgan. Tabiiyki, iqtisodiy jihatdan bunday strategik hududga poyezdning kelishi salohiyatning yanada yuqorilashishiga xizmat qiladi.